Rossiyaga mehnat qilishga borganingizda sizga qanday kompensatsiyalar to'lanadi, bu haqida hozir video davomida aytib o'taman va siz esa bittadan like tugmachasini bosib qo'ying. Mehnat migrantlari uchun xorijga chiqqanlarga kompensatsiya to'lanadi. Xorijda ish elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tgan va tashkillashtirilgan tartibda xorijga ishga ketayotgan O'zbekiston fuqarolari migratsiya jamg'armasi hisobidan muayyan xarajatlar uchun kompensatsiyalar to'laydi. Jumladan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha to'lovlar amalga oshiriladi. Ya'ni nimalar uchun? Xorijiy til yoki kasb bo'yicha imtihon muvaffaqiyatli topshirib, sertifikat olgan taqdirda bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha, ya'ni o'sha maxsus o'quv kurslaridan o'tganda va o'sha davlat tarafidan ishga ketganingizda ofitsialniy imtihonni, ya'ni o'sha sertifikatni, znaniya russkiy yazikani O'zbekistonda topshirish imkoniyati ham bor. Toshkentda mana shu narsalarni hammasidan o'tganingizda sizga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha kompensatsiya qaytib to'lanadi. Ishchi vizani rasmiylashtirish xarajatlari uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha, kim qaysi fuqaroni O'zbekistondan vizaviy davlatlarga ishga ketayotgan bo'lsa, xorijga 5 baravargacha kompensatsiya to'lanadi. Xorijga chiqish uchun yo'l chiptasi xaridiga esa bundan tashqari o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha to'lanadi. Xo'sh, ushbu kompensatsiyalar faqat xorijda ish tizimi orqali ro'yxatdan o'tgan va rasmiy tarzda tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi doirasida xorijga yo'l olayotgan fuqarolarga beriladi. Ya'ni o'sha migratsiya agentligi tarafidan, davlat tarafidan ishga boriladi-ku, ofitsialniy shu fuqarolargagina beriladi. Shuningdek, 2025-yil davomida kompensatsiya to'lovlarini olishga ulgurmagan fuqarolar mablag'lari 2026-yil 9-yanvarga qadar arizada ko'rsatilgan plastik raqamlarga tushirib berilardi. Fuqarolardan o'z kartalarini, karta ma'lumotlarini to'g'ri ko'rsatishni yodda saqlashlari kerak bo'ladi ekan. Xullas, davlat tarafidan ishga ketganlar mana shunaqa kompensatsiyalarga erishishlari mumkin. Yo'l xarajatlari, viza xarajatlari va o'sha imtihondan o'tib kasb bilim malakalarini imtihonlarini topshirganda ham bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum bir miqdorlarda bir necha baravar desam bo'ladi, kartalariga qaytarib tushirib berar ekanlar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va migratsiyaga oid ma'lumotlarni ushbu kanalda kuzatib borishda davom eting.